Biz hozir kartoshka maydonidamiz. Ushbu loyiha Xalq hamkorligida Namangan viloyati Uychi tumani Guliston MFYda 34-54-sonli kontur maydonida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha 50 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan bo'lib, 10 gektardan iborat. Har bir dehqon xo'jaligiga 20 sotixdan ajratilgan. Ushbu konturda har bir gektarida 40-45 tonna kartoshka mahsuloti olish rejalashtirilgan. Bugungi kunga kelib kartoshka hosilini yig'ishtirib olish jarayoni amalga oshirilmoqda. Kelgusida kartoshka mahsulotini yig'ishtirib olingandan so'ng daromadli ekin turi ekish uchun yer tayyorlash ishlari amalga oshiriladi.